Ataylab ishdan kech kelyapman, uyga kelishdan bezovta qoldim. Ming'ir-sing'irlar, savol-javoblar shunday jonimga tegdi. O'zi ishdan charchab keldim. Soat 11 bo'ldi, Zora uxlab qolgan bo'lsin-da. Qornim och, ovqatlanib olay tinchgina. Mana chiroqlar o'chibdi, uxlayapti ekan. Endi uyga kirib bemalol ovqatlanib olaman, qulog'im tinchiydi. Keling, o'g'rigina begim. Keling. Qo'rqmadingmi sen? Qo'rqmay kiravering. Eshikni yoping. Uxlamadingmi sen? Bugun ishda qolib ketdingizmi? Ishingiz ko'payib ketdimi, begim? Opalaringizga, singillaringizga yordam berib, maslahat berib kelyapsizmi? Balki qorningizni ham to'yg'izib qo'yishgandir-a? Bu gaplarni qayerdan o'ylab topyapsan sen? Qornim och meni, qornim och. Uyga kirsam maylimi? Bir hidlaringizni hidlab ko'ring, balki hidi kelayotgandir. Fu, nimani hidi bu? Og'zimdan kelayotgan hid bu. Qornim ochligidan ishaklarimda sassiqib kelyapti. Baraka marketda mana shunaqangi katta orbitlar sotilyapti. Shulardan bittasini olsangiz, og'zingizda shirin hidlar kelib turadi. Rahmat maslahating uchun. Bilmagan ekanman. Menga nima olib keldingiz, begim? Senga zambarakni o'qib, paq! Rahmat, rahmat, Yo'q, begim. yo'q, kerak emas. A few moments later. Begim, Ha? o'zingizga keldingizmi? O'lib qoldingiz deb qo'rqib ketdim. Labbay begim, Isming nima seni? Durdona ismim. Meniki Sardor. Senga bir gap aytaymi? Ayting, begim. Tirik qol bu yerdan tezroq.